bilan non yeb o'tiribman. Ke, birga yeymiz. Ayyo, qornim to'q. Yaxshilab oling ada. Xo'p, bola. Bo'pti-da. Shunaqa yaxshi ko'raman shashlikni. Rahmat dadasi. Osh bo'lsin. O'zi ham zo'r qolib kirdim-da tomojadan. Maza ekan-a? Iye. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz o'misiz? Shu yerdan o'tib ketayotgandim. Issiqqina shashlik olib keldim sizga. Obora bo'psan, bolam. O'zingiz yaxshimisiz? Siz o'misiz? Joning sog' bo'lsin. Qani kir uyga. Yo, ustoz rahmat. Bitta duo qiling. Ilohi amin. Allohim baxtingni butun qilgan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Mayli, rahmat. Ada, kim ekan ertalabdan? Meni shogirdim Quvonchbek. Issiqqina shashlik olib ketdi. Rosa shashlik yegim kelib turuvdi. Baraka topsin. Kelinimni chaqir, birga yeb olamiz. Tushunmadim. Nimaga u sizga shashlik olib keladi? Chunki buni duo qiladigan, shashlik olib boradigan otasi o'lib ketgan o'g'lim.